Assalomu alaykum. Salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, bu videomizda biza raqobatchi analiziga to'xtalamiz. Ya'ni oldingi videolarda biz nimalarni ko'rdik? O'sha KZDlarni ko'rdik, mijoz portreti va shunga o'xshagan mavzularni ko'rdik. Va biznesda to'g'ri strategiya yurgizish uchun eng kerak bo'ladigan instrumentlardan biri bu raqobatchilar analizi. Nega kerak? O'zi konkurent analizi nima uchun qilinadi? Konkurent analizini qilishni eng asosiy foydalari birinchidan sizda noyob savdo takliflari shu orqali hosil bo'ladi. Ikkinchidan doimiy raqobatchilarni analiz qilish orqali sizda o'suvchanlik bo'ladi biznesingizda. Yangilik kirita olasiz. Qo'shimcha deylik takliflar, noyob savdo takliflari, rad etib bo'lmas takliflar shu raqobatchilar analizi orqali paydo bo'ladi. Endi bu joyda raqobatchilar analizi qilishda bir nechta prinsiplar bor. Bu prinsiplar nimalar? Va biz nima uchun bu prinsiplarga amal qilishimiz kerak? Shularni bugungi darsda ko'rib chiqamiz. Ismim Mironshoh, internet marketingda 5 yildan beri faoliyat yurg'izaman. Xo'p, raqobatchi analizida o'zi analiz turlari bor. Prinsiplarga asoslangan analiz turlari, SWOT analizi va boshqa turdagi analizlar bor. Biza KZDlarni qilganimizdan keyin doimiy raqobatchilarni kuzatib borishimiz kerak va shu joyda bozorda ko'p marketologlar yoki SMM mutaxassislari raqobatchilarni to'g'ri analiz qila olmaganligi sababli keyingi strategiyalarni xato narsa ustida qo'yib qo'yishadi. Raqobatchi analizi, mijoz analizi bu ikkita narsa eng asosiy fundamentlardan hisoblanadi. Ya'ni siz uy quryapsiz, birinchi fundamentni pishiqroq qilishingiz kerak. Bu uchun mijoz analizi va raqobatchi analizini to'liqroq o'rganishingiz kerak, batafsil o'rganishingiz kerak. Ikkita instrumentingiz qo'lingizda to'liq bo'lgandan keyin quradigan uyingiz mustahkam bo'ladi. Xo'p, endi to'g'ri raqobatchi analizi qilish orqali budjetni o'zgartirmasdan 2 barobar ko'proq murojaat oling. Ya'ni biz buni internet marketingda, digital marketingda, SMMda murojaat olishga bog'ladik va men mavzuni shunaqa yozdimki, to'g'ri raqobatchi analizi o'tkazish orqali murojaatingizni 2 barobar arzonroq oling, hozirgi budjetingizni o'zgartirmasdan 2 barobar ko'proq oling. Ya'ni nima degani bu? Siz mahsulot sotayotganingizda mijozingiz bo'lib fikrlab ko'rsangiz, mijozingiz faqat sizdan so'ramaydi mahsulotni. Target bo'ladimi, kontekstli reklama bo'ladimi, internet marketingni har qanaqa yo'nalishdagi voronkasida ishlaydi bu. Siz mahsulot sotasiz, sizni klientingiz kamida 5 ta, 6 ta, ba'zi joylarda 13 tagacha konkurentlaringiz bilan solishtirib, keyin qaror qabul qiladi. Shu uchun to'g'ri raqobatchi analiz qilish orqali minimal 2 barobar natijangizni yaxshilasangiz bo'ladi deganman. Xo'p, raqobatchingizni yaxshi tanidingiz, uni bozordagi tendensiyalarini kuzatdingiz, o'zingiz uchun UTP qurdingiz, rad etib bo'lmas taklif qurdingiz, keyin ikkita bo'limingizni yaxshilab oldingiz. Qaysi bo'lim? Biznes egasi sifatida sizda sotuv bo'limi yoki marketolog bo'lsangiz ham siz uchun bu juda muhim. Sotuv bo'limingiz zo'r ishlashni boshlaydi. Marketing bo'limingiz zo'r ishlashni boshlaydi biznes egasi bo'lsangiz. Va voronkalaringiz, lead generatsiyalaringiz shunaqa ishlaydiki, o'zingiz hayron qolasiz. Xo'p, ketdi. Boshlaymiz. Analiz qilishdan oldin birinchi maqsadni aniqlab olishimiz kerak. Bu nima degani? Maqsad bozorga qanday kirish, qanday farqlanish va kimdan nimani o'rganish yoki oldini olish kerakligini bilish. Raqobatchi analiz qilishdan oldin eng asosiy birinchi qiladigan ishingiz bu raqobatchi analizini qilishdan meni maqsadim nima deb o'zingiz bilan o'zingiz shuni kelishib olasiz. Va uni ro'yxatini tuzasiz. Raqobatchi analiz qilish menga deylik bozorga oson kirishimga yordam beradi. Mahsulotimni farqli jihatlarini topib olaman. Ikkinchisi, qanday farqlanish kerakligini bilib olaman. Uchinchisi, raqobatchilarim mendan oldin voronkalar ishlatgan, bozorga kirish uchun instrumentlar ishlatgan, qaysilar yaxshi ishladi, qaysilar yomon ishladi, buni men filtrlay olaman dedingiz. Keyingisi, kimdan nimani o'rganish degan anava bor. Masalan, sizda 20 ta raqobatchingiz bor. 10 tasidan o'zingiz uchun boshqa yangilikni, qolgan 10 tasidan boshqa yangilikni o'rgandingiz va o'shalarni o'zingizni biznesingizga qo'llashingiz orqali deylik natijani oshirdingiz. Keyin yoki ularning eng muhimi qaranglar, faqat voronkani yaxshi ishlagan demaylik. Masalan, kimdir mahsulotni bozorga olib kirdida, uspeshniy biznes bo'lib ketdi konkurentingizdan. Siz hali uspeshniy emassiz. Uni yaxshi yo'lini oldik biz. Nimalar qilgan shu uspeshniy bo'lish uchun deb yaxshi yo'lini ajratib oldikda, yomon yo'li qolib ketdi. Nima xato qilgan? Raqobatchi analiz qilishda o'qigan xatoni siz takrorlamasangiz, undan tezroq siz harakat qilasiz. Chunki u xatoni qilib ko'rgan ishladarini va undan keyin masalan 3 ta 4 ta joyga pul tikkan, ishlamagan, 5-inchisi ishlab ketgan.
Sizda qanaqa imkoniyat bo'ladi? Mana shu 5-chisiga pul tikasiz, ya'ni qolgan 4tasiga siz ham pul tikmaysiz. Mana oddiygina narsa. Xo'p, raqobat analizini qilish usullari bor. SWOT analizi birinchisi, ikkinchisi 5P, P ko'p, hozir ko'p bunaqasi tur chiqib ketgan, asosiysi 5P. Xo'p, keyingisi customer personal opinion view deydi, ya'ni review o'shani sizni mijozingizni fikrlari. Mijoz deganda qarang, sizni mijoz deb gapiryapman, lekin bozorda mahsulot siznikimi, mijozlaringiz bitta, konkurentlaringiz bilan mijozingiz bitta bo'ladi. Masalan, siz mashina sotmoqchimisiz? Mashina sotadigan konkurentlaringizni hammasi bilan mijozingiz bitta. O'sha uchun customerlarni fikri kimga bo'lgan anaqasi, qaysi konkurentga qanaqa fikr bildiryapti o'sha. Keyingisi benchmarking, Gantt chart, action plan har xil anaqalar bo'ladi. Benchmarking qilish orqali men o'zi ko'proq benchmarking ishlataman. Lekin bugun sizlar bilan SWOT ni ko'rib chiqamiz. Qolganlariga ham to'xtalamiz, faqat etapni. SWOT da chunki ko'pchilik SWOT qiladi, o'zim sohamdagilarni ham aytaman, xato qiladigan joylari ko'p. O'sha joylarni ham to'g'rilab olinsa, xudo xohlasa SWOT maksimal natija beradi. Xo'p, endi SWOT kompaniya yoki mahsulotni realistik va strategik ko'rinishda baholash usuli. Xo'p, bu joyda ikki xil SWOT turi bor. Birinchisi aytayaptiki, kompaniyaga nisbatan qilinadigan SWOT, ikkinchisi produktga nisbatan qilinadigan SWOT. Ya'ni bittasida siz kompaniyalar bilan solishtirib chiqasiz, o'zingiz kompaniyangizni, ya'ni bunda nima bo'ladi? Xizmat ko'rsatish, HR, moliya, marketing, sotuv, bu kompaniya orqali qilish. Ikkinchisi, mahsulotni realistik va strategik ko'rinishda baholash degani, masalan, siz mikrofon sotasiz. Masalan, mana bunaqa petlishli mikrofon sotasiz. Siz konkurentlaringizni kim? Masalan, bu Holland bo'lsa, deylik Saramonic konkurentingiz, boshqalar konkurentingiz bo'ladi. Endi siz produktni o'zini SWOT qilib chiqasiz. SWOT nima degani? SWOT 4 ta asosiy bosh harflardan yig'ilma hisoblanadi, abbreviatura deyiladi bu. S, ya'ni birinchi S ni ma'nosi bu kuchli tomonlar. Sizda konkurentlarni, o'zingizni, qo'shimcha kuchli tomonlaringizni har birini yozib chiqasiz. O'zingiznikini ham yozsangiz bo'ladi, konkurentlaringizni har biri uchun alohida SWOT qilsangiz ham bo'ladi. Ikkinchisi weaknesslar, ya'ni kuchsiz taraflar, zaif taraflar. Uchinchisi opportunitylar, ya'ni nima? Imkoniyatlar. To'rtinchisi nima? Xatarlar, threats, ya'ni qo'rquvlar deymiz, xatarlar deymiz. Shu 4 ta so'zdan olingan va shu 4 ta narsani siz analiz qilasiz. Endi shu ikkitasiga to'xtalamiz birinchi. S bilan W, ya'ni ichki imkoniyat va muammolarni tushunishga kiradi bu. Ya'ni kuchli va zaif tomonlar bu ichki imkoniyatlar va muammolarni analiz qilishga kiradi. 3 bilan 4, ya'ni opportunitylar bilan threatslar, bular nima? Imkoniyatlar bilan xatarlar, tashqi imkon va tahdidlarni aniqlash usuli hisoblanadi. Xo'p, strategik qaror qabul qilishga asos tayyorlash qanaqa bo'ladi bizada? Xo'p, men misol yozib ketganman. Ya'ni birinchi bizada S harfida nima bor edi? Kuchli taraflar bor edi. Kuchli taraflarda men bu yerda yozganman. Endi misol tariqasida yozib ketdim bularni. Mana EcoDry degan perspirant. Misol uchun o'zimiz marketingni qilamiz. Shu bo'yicha misol yozib ketganman. Kuchli taraflar. Birinchisi 7 kun ta'sir qiladi. Bozorda bu unikal. Ya'ni bunaqa taklif beradigan anu yo'q. Demak, bizning kuchli tarafimizga kiradimi? Kuchli tarafimizga kiradi. Ikkinchisi, dermatologlar bilan yasalgan, dermatologga tavsiya qiladi. Ya'ni bularning mediasida dermatologlar bor. Misol uchun, dermatologlar bilan maslahatlashib, topoviy deylik, dunyoda nechinchidir o'rinda turadigan dermatologlarning hamkorligida qilingan produkt. Ya'ni o'sha teriga qo'llaniladigan narsa bo'lgani uchun bu ikkinchi kuchli taraf. Uchinchisi, dizayn, estetik va ishlatishga qulay qilingan. Uchtasi kuchli taraflar. Va asos yo'q. Mana bu anaqa bor, ya'ni aynan asos bor. Ichida shunaqa ma'lumot borligiga, ya'ni bu nima deydi? Ishonchli narsa va bularni o'qigan odam haqiqatan kuchli taklif ekan, bu o'sha produktning kuchli tomoni ekan deb tan oladi. Kuchsiz taraflar nima? Deylik, u yangi brend bo'lsa, mana yaqinda kirib kelgan bo'lsa, yangi brend ishonch hali past bo'ladi. Bu kuchsiz taraf haqiqatan ta'sir qiladigan narsa. Keyingisi, faqat ijtimoiy tarmoqlarda bor. Masalan, televideniyada yo'q, bannerlarda yo'q, traditionalda yo'q, faqat ijtimoiy tarmoqlarda bor. Keyingisi, mahsulot haqida kontent kam, masalan 3 ta, 4 ta, 5 ta kontent qo'yilgan. Bu kuchsiz taraflar. Keyingisi, opportunitylar, imkoniyatlar, ya'ni imkoniyatlarda ham hozir men tushuntirib ketaman, bularni har birini qanaqa yozish kerakligini. Imkoniyatda misol uchun yozganman, bozorda uzoq ta'sir qiluvchi antiperspirantlar yo'q. Deyarli yo'q, bitta-ikkita topilmasa. Bu bizda imkoniyatmi? Ha, imkoniyat. Keyingisi, apteka tarmoqlarida mavjud.
Ya'ni unda har taraflama bizada plyus imkoniyat bo'ladi bu ham. Qo'rquvlar nima? Katta brendlar, masalan, nomini keltirganman bu yerda Rexona, Niveaga o'xshagan brendlarda reklama byudjeti kattaroq. Ular bizadan ustunroq. Ya'ni bu nima degani? Ular bizadan yaxshiroq harakat qila oladi bozorda. O'zi xohlagan reklama kompaniyasini ishga tushira oladi. Bizada byudjet cheklangan. Keyingisi qonuniy cheklovlar. Masalan, sertifikatda qiyinchilik bor, ingrediyentlarda muammo bor deb yozib chiqasizlar. Bu asli juda ko'p bo'ladi. Va men yana aytaman haliroq, lekin ko'pchilik anaqa qilganda, SWOT qilganda kuchli taraflarini ko'proq yozishga harakat qiladi. Nabarot teskarisi bo'lishi kerak. Weaknesslar ko'proq bo'lishi kerak. Kuchsiz taraflarni siz qanchalik SWOTda ko'proq yozsangiz, shunchalik foydali bo'ladi. Keyingisi, SWOT qilishdagi men yana aytib ketaman asosiy xatolarni. Birinchisi, aniq bo'lmagan narsani, ya'ni strength, ya'ni kuchli tomon deb hisoblash, yozish, ya'ni. U aniq emas. Ya'ni u misollar bilan aytilinsa, qarang. Mahsulotimiz eng zo'ri, servisimiz mukammal, sifatli mahsulot kabi umumiy dalilsiz gaplarni qo'shadi ko'pchilik. Mana shuni qilmasligimiz kerak. Ya'ni u aniq va konkret narsadan olingan bo'lishi kerak. Bu joyda asossiz bo'lish kerak emas. Mahsulotimiz eng zo'ri, sifatimiz yaxshi, garantiyamiz bor. Bular kuchli tarafga kirmaydi. Chunki umumiylashtirilgan g'oya va bu sizning fikringiz. Eng qizig'i shu. Keyingisi, yozganman mana. Bular sizning fikringiz, mijoz fikriga yoki raqamlarga asoslanmagan xatoligining sababi shu. Keyingisi, kuchli taraf, ya'ni strengthslar nima? Bozorga nisbatan farqlanadigan kuchli tomon bo'lishi kerak. Ya'ni siz o'z mahsulotingizni oldingiz yoki kompaniyangizni oldingizda bozor bilan solishtirdingiz va o'shanda farqlanish kerak, o'shanda kuchli taraf bo'ladi. Masalan, bizning mahsulot 7 kun ta'sir qiladi. Bitta sepganda 7 kun terlamaysiz. Bozorda bormi? Yo'q, men aytdim. Unikal bu. Bozorda yo'q, boshqa anavlardan farqlanamiz. Qolganlari 3 kun, 4 kun ta'sir qiladi. Bizda 7 kun ta'sir qiladi. Kuchli tarafimiz shu. To'g'ri yondashuv qanaqa bo'lishi kerak? Shu o'rinda. Masalan, mahsulot 7 kun ta'sir qiladi. Sababini yozib ketasiz. Bu O'zbekistonda birinchi bo'lib bizda bor, boshqa joyda yo'q. Keyingisi, yetkazib berish 24 soat. Bu boshqa brendlardan tezroq. Ko'p brendlarni bilasizlar. Berissimoni bilasizlar, kuchli tarafga kiradi, ya'ni 30 minutda yetkazib bermasam pitsani tekin deb. Xo'p, keyin masalan Instagramda 12 mingta mijozni servisimiz yaxshiligi orqali biz yig'ib olganmiz. Bu ham bizning kuchli taraf. Ya'ni bilib oldikki, ya'ni bizning o'zimizning fikrimiz, dalilsiz bo'lgan fikrlar kuchli tarafga yozilmasligi kerak. Keyingisi, shaxsiy fikrlaringiz yozilmasligi kerak. Kuchli, zaif tomonlarga kelamiz. SWOTda hozir aytib o'tdim, faqat kuchli tomonlar keltirilib, zaif tomonlar yozilmaydi. Yoki chiroyli qilib aylanib o'tiladi. Qarang, sizda SWOT qilishingizda bu dokument emas, bu qaysi joyda qolib ketadigan narsa emas. Siz buni ishlatadigan ish bo'ringiz. Qay darajada kuchsiz tarafingizni ko'proq kashf qilsangiz, o'shancha darajada kuchsiz tarafingiz ustida ishlaysiz. Shu uchun to'liqroq SWOT qilishingiz kerak. Kuchli tarafingiz qancha ko'p bo'lgani, o'zingiz faxrlanib, men zo'rman deyish bilan deylik, proses yaxshilanib qolmaydi. O'sha uchun zaif tomonlarni ko'paytirish kerak, kamchiliklarni yozib olinish kerak-da. Boshqa bozorga nisbatan, yana aytaman, bozorga nisbatan kamchiligingiz bo'lishi kerak o'sha. Masalan, zaif tomonlarni yashirish o'sha SWOTni o'zini foydasiz qilib qo'yadi. Xo'p, ya'ni weaknesslar bu sizni o'stiradigan, hal qilinishi kerak bo'lgan og'riq nuqta. Xo'p, endi to'g'ri yondashuv qanaqa bo'ladi? Kuchsiz taraflarda. Mahsulot narxi yuqori tan olib aytasiz, bozorga nisbatan solishtirasiz. Mahsulot narxi yuqori, o'rtacha iste'molchi uchun deylik sotib olish qiyin mahsulotingizni yoki xizmatingizni, farqi yo'q. Keyingisi, sotuv jamoasi tajribasiz, skript yo'q, konversiyasi past, tekuchka katta, xodimlar tez keladi, tez ketadi o'zingizda, bozor bilan solishtirdingiz raqobatchilaringiz bilan. Keyingisi, brend hali ommaga tanilmagan. Tabiiyki ishonch past bo'ladi. Masalan, boshqa brendlar bilan solishtirganingizda, brend hali ommaga tanilmagan bo'lsa, unga odamlarni ishonish qiyin. Bunda Colgate strategiyasi ham zo'r ishlagan. Masalan, Colgate bo'lganda, tish pasta deganda, magazinga borib tish pasta olib kel deganda, Tonov anaqada Topov maytda qolib ketgan, bo'ldi, men Colgate olib kelishim kerak degan. Bunda ham o'sha joydan foydalanilgan. Demak, sizda mana shu kamchiliklarni yozib oldingiz, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. 30 ta 40 ta yozinglar kamida. O'shanda ishlata olasizlar. Keyingisi imkoniyatlar. Ana endi imkoniyatlar qaranglar. Shu joyda bitta narsani hisobga olishlaringiz kerak. Yangi ofis ochamiz. Sotuvchilarimizni ko'paytiramiz. Bu opportunity emas. Bu ichki reja. Mana shu bilan aralashtirish kerak emas buni. Masalan, yangi ofis ochishingiz, sotuvchingizni ko'paytirishingiz, keyingi oy 20% deylik, nimadir natijaga chiqishingiz, ular prosta ichki o'zingizni planingiz ular, rejalar ular. Opportunity emas. Endi opportunity nima? Bu tashqi bozorda ochilgan yangi imkoniyatlar bo'lishi kerak.
Ya'ni, sizni konkurentlaringiz bilan bitta bozorda ochildi va siz undan foydalana olasiz. Bo'ldi mana shu. To'g'ri yondashuv qanaqa bo'ldi? TikTok trendga chiqdi deylik, hozir unaqa emas, misol yozyapman. TikTok trendda yoki YouTube trendda biz mahsulotni TikTokda organik tanittirishimiz mumkin. YouTube hozir trendda, Instagramdan hamma chiqib ketib YouTube'ga o'tyapti. Biz uni YouTube'da rivojlantirishimiz kerak. Tabiiy, bu sizni hozirgi ochilgan imkoniyatga nisbatan qilmoqchi bo'lgan unaqa ishingiz. Xo'p, shunda bu opportunity bo'ladi, imkoniyat bo'ladi. Keyingisi, antiperspirantlar bozorida hozircha 7 kunlik mahsulot mavjud emas. Biz bu bo'shliqni to'ldira olamiz desangiz, bu opportunity bo'ladi. Nega? Masalan, hozir yillik, deylik qanchadir kolleksiyada sotayotgan bo'lsangiz, bozorda boshqa buni analogi bo'lmasa, odamlarda shu narsaga nisbatan ehtiyoj kuchli bo'lsa, siz bo'shliq to'ldira olasiz. Keyingisi, qonunchilikda deylik bitta anaqa chiqdi, zakon chiqdi, kosmetika mahsulotlarini solig'ini yengillashtirish bo'yicha siz bundan foydalana olasiz. Bu opportunity deyiladi. Misol uchun, logistikasini kimdir tekin qilib qo'ydi. Yoki masalan, qaysidir plashatka ochildi. Mana deylik, uzun market ochildi. Demak, biz yana bitta savdo tochkamizni ko'paytira olamiz. Yoki palonchi market degani ochildi. Biz undan ham foydalana olamiz. Mana bu opportunitylar deyiladi. Shuning uchun yangi ofis ochishimizni, u planlaringizni opportunity qilib yozmasligingiz kerak bo'ladi. Keyingisi, xavflar. Xavflarda ham shunday xato bor. Mana qarang, mahsulotimni hamma yomonlashi mumkin. Yangi firma chiqib qolsa, biz misol uchun yopilib ketamiz. Bu unaqa emas. Xavf emas. Endi o'sha xavf bo'limiga mavhum yoki haddan tashqari pessimist fikr yozish kerak emas. Ya'ni bu xavf bo'limi, risklar, bu tashqi dunyodagi aniq va kuzatilgan xavflar bo'lishi kerak. Hozir nimadir bo'lyapti masalan. Masalan nima? Rexona reklama budjetini 10 barobar ko'paytirdi. E'tibor uni qo'liga o'tyapti sekin-sekin. Masalan, ko'pchilik uni tanishni boshlaydi, bizani emas. Misol aytyapman. Mana shu bu deylik o'sha haqiqatdan realniy bo'layotgan narsa. Yoki oziq-ovqat va kosmetik mahsulotlar uchun yangi sertifikat talablari qo'yildi. Biz uchun xavf bu. Bizga qanaqadir bozor olishimizga ta'sir qilishi mumkin. Odamlar deylik o'sha mana Covid bo'lib qoldi, xavf. Yoki Coviddan qanaqadir qaror chiqishi plan qilinyapti. Bu ham xavf. Nimadir bizada ba'zi narsalarni cheklab qo'yadi. Lekin bu deylik opportunity ham bo'lishi mumkin. Mana Covid bo'lyapti, bizda deylik aptekaga ko'proq axlat bor, deb buni ham to'g'rilab ketishimiz mumkin. Ya'ni SWOTdan umumiy biz nimani tushunamiz? Xulosa shuki, o'zingiz fikringiz, dalilsiz fikrlar, keyin qilmoqchi bo'lgan planlaringiz yoki mana o'zingizcha misol uchun hamma bunaqa bo'lib ketdi. Misol uchun biz yangi firmalar oshyapti. Bu bizani deylik sritlarimizga kiradi, qo'yqularimizga kiradi yoki konkurensiya rivojlanib ketyapti. Bularni umumiy yozmaysiz, ya'ni sizning fikringiz bo'lmasligi kerak, fakt bo'lishi kerak. Fakt bo'lgandan keyin siz qanaqa etapda ketyapsiz? Deylik, mahsulotingizni analiz qildingiz, mijozingizni analiz qildingiz, konkurentingizni analiz qildingiz, SWOT qildingiz. Boshida men hali qolganlariga ham o'taman. SWOT qildingiz, SWOTdan xulosa oldingiz. Xulosa olganingizdan keyin o'zi bildingiz, mana bunaqa kuchli tarafimiz bor ekan, buni ommaga olib chiqamiz. Bunaqa kuchsiz tarafimiz bor ekan, buni ustida ishlaymiz. O'sha ishlaganimiz bizning kuchli tarafimizga o'tadi. Almashtirishga harakat qilamiz, ya'ni weaknesslarimizni olib tashlab, bizning deylik kuchli tarafimizga o'tkazamiz. Yoki opportunitylar bor, hozir ochilayotgan narsalar bor. Hozir bozor tendensiyasini o'rgandingiz, ochilayotgan narsalar bor, demak ularni ham ishlatsangiz bo'lar ekan. Mana shunaqa qilib umumiy yozdingiz va buni ishlatdingiz. SWOTni iltimos ishlatish uchun qilinglar. Ko'pchilik ishlatish uchun qilmaydi. Xo'p, SWOT prezentatsiyasi uchun shunchaki tuzilmaydi. Ya'ni shunchaki prezentatsiya qilish uchun tuziladigan narsa emas, bu aniq ishlaydigan narsa. Keyingi YouTube videolarda chiqarganimda xudo xohlasa 5P ni qilmoqchiman. Customer poolni, keyin benchmarkingni. Men ko'proq benchmarking ishlataman. Xudo xohlasa o'shanga alohida urg'u beramiz. SWOTdan xulosa shunga qarab agar bizneslaringizga qo'llab ko'radigan bo'lsalaringiz, hozir mana boshida sarlavhada yozganimdek, to'g'ri raqobatchi analizni qilish orqali budjetni oshirmasdan, o'zgartirmasdan 2 barobar ko'proq murojaat olasiz. Bu degani, hozir murojaatingiz bitta leadingiz deylik, $1.5 tushadigan bo'lsa, 0.75 ga spokойно tushirsa bo'ladi buni. Faqat kazdevingiz yaxshi bo'lishi kerak. Oldingi mavzularga o'tgandek, SWOTingiz deylik, raqobatchi analizi zo'r bo'lishi kerak. Shu orqali xudo xohlasa bozorda o'zingizni deylik natijalaringizni ancha yaxshilay olasiz. Salomat bo'linglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Agar unutib qo'ysalaringiz, keyingi videolar sizda
ko'rinmaydi va sizga notification bormaydi, уведомление bormaydi. Shuning uchun подпискani bosib qo'yasiz, notification yoqib qo'yasiz. Men yangi video chiqarganimda birinchi sizni YouTube'ingizga boradi. Bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Salomat bo'linglar, charchamang.